Real, noreal komanda deb bekarga aytmayman-da. Uddalab bo'lmas topshiriqlar doim Real qilib kelgan emas. Har safar mana Validolitni olib ko'radigan o'yin qilib berishadi. Ko'z tegmasin. 8 talikdan pastga tushib ketishimiz imkoniyati yo'q, pashti yo'q joyda. Epiladikmi? Epiladik. Ancha-munchasiga emas. Oxirgi marta qaysi komanda varataridan yo'q. Epiladikmi? Epiladik. Ancha-munchasiga emas u ham akalar. Haligi Shortandi 7-komandasida oyiga 1 million 200 ming so'mga o'ynash kerak bo'lgan Mastantuono degan o'yinchini ham olib kelib 1 millionga o'ynatyapmizmi? Bu ham faqat bizning qo'limizdan keladi. Bitta o'yinda ikkita qizil kartochka olish bu mavsumda o'zida birinchisi emas o'zi. Sudiyani so'kib olishda bizga yetadigani yo'q. Liboy sudiyani so'kamiz. Tushunasizmi? Bu nerealniyda bizga mana nerealniy. Tushunasizmi? Zo'r ketayotgan trenerni shunday olib turib, o'rniga Bellinghamni o'yini chiqmayotganda duxu yetmaganidan Arda Gülerga duxu yetib, Arda Gülerni olib sekin Brayam Diaz tushirib qo'yadigan trenerni olib kelib o'tkazib qo'yamiz, zo'r trenerni o'rniga. Bu ham faqat biz nerealniymizda biz shunaqa.